Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bugun biz ushbu videoda ko'plab obunachilarning taklif va talablariga binoan narsistik tipdagi insonlar bilan tanishamiz. Ularning kim ekanini, agar bordiyu siz ular shunday insonlar bilan munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, oila qurgan bo'lsangiz, ular bilan qanday qilib sog'lom munosabatlarni, er-xotinlik munosabatlarini saqlab qolish imkoniyatlari mavjudligi haqida bugun batafsil gaplashamiz. Xo'sh, narsistik tipdagi insonlar kimlar? Narsistik tipdagi insonlar bu shaxsiyatning tipini buzilishi, shaxs tipini buzilishi, ya'ni NPD deb ataladi. Ularning tashxisi bu turdagi insonlarni 60% holatda biz tashqaridan aniqlab olishimiz imkonsiz. Ko'pincha aslida ularning o'zi ham umrbod 60% holatda o'zini narsistik inson ekanini bilmaydi. Ularni ruhiy shifoxonalardan uzoqdan izlamang. Ular biz bilan bitta havoda nafas olib, atrofimizda yashashmoqda. Ehtimol ular turmush o'rtog'imiz, ehtimol ular opamiz, akamiz, singlimiz, eng yaqin do'stimiz va hatto rahbarimiz. Xo'sh, ushbu videoni olishdan maqsad narsistik tipdagi insonlarni qoralash emas. Bugun juda ham ommalashgan, ayniqsa erkaklar faqatgina erkaklarni ko'radi. Ko'pchilik narsistik insonlar deganda aslida bu tushuncha jins tanlamaydi. Ya'ni bu buzilish, shaxs tipini ushbu buzilishi jinsga bog'liq emas. Ammo bizni o'zbek mentalitetimiz sabab oilada o'g'il farzandga nisbatan alohida e'tiborni bo'lishi, bolalikdan jinsiga qaratilgan maqtovlarni bo'lishi, ya'ni jinsi uchun uni ko'klarga ko'tarilishi ushbu tipni ko'proq erkaklar orasida tarqalishiga sabab bo'ladi. Shuni aytishni istardimki, ushbu videoni olishdan maqsad bugun ularni ijtimoiy maqomini pasaytirish yoki ularni xatti-harakatlarini qoralash emas. Ya'ni ushbu shaxs tipini buzilishi bu sindrom bo'lib, ya'ni u bolalikdagi travmalar bilan bog'liq. Bu travmalar yoki keragidan ortiq mehr va e'tibor, ya'ni farzandga sen dunyoni markazidasan, hamma sening atrofingda aylanadi, dunyoda yagonasan degan tushunchani haddan ziyod singdirib yuborilishi natijasida yoki aksincha kerakli bo'lgan, olinishi kerak bo'lgan mehrni kam miqdorda berilganligi sababli bolalik travmalari bilan shakllanadi. Ya'ni bu narsistik travma deb ataladi. Bu og'riqlar bilan bog'liq holat bo'lib, ya'ni hech bir inson narsistik shaxs buzilishini o'zi tanlamaydi, o'zi xohlab bunday holatga tushmaydi. Shunday ekan, bugun ularni qoralash niyatimiz yo'q, faqat ular bilan bugun yaxshilab tanishamiz. Hozir men ularni belgilarini aytib o'taman, bosqichma-bosqich. Muhim 6 ta belgini bilib olish yordamida siz ularni aynan kim ekanini ko'rishingiz mumkin. Atrofingizda shunday odamlar bormi, yo'qmi, buni tahlil qilishingiz mumkin. Yana bir muhim narsa, NPD, ya'ni shaxs tipining buzilishi, narsistik insonlar, ularga diagnoz qo'yish uchun, tashxis qo'yish uchun bittagina belgini ushlab olib, narsist deb xulosa qilish noo'rin hisoblanadi, ya'ni mumkin emas. Narsistik tipdagi insonlarni tashxisini qo'yish uchun ko'plab faktorlar talab qilinadi. Yana bir narsa, bugun bizni ijtimoiy muhitimizda, ya'ni mentalitetimizda deb aytay, dindan kelib chiqqan holatda bizni erkaklar o'rtasida rashk normal holatda qabul qilinadi va bu diniy e'tiqodlarga asoslangan holat bo'lib, buni narsizm bilan aralashtirmasligingizni iltimos qilardim. Narsistik insonlar bilan ularni adashtirib yubormang. Ya'ni sog'lom turdagi rashk, bitta farqini aytaman video boshidan. Sog'lom turdagi rashk qilinayotgan erkak yoki ayol munosabatlarda tan olinadi. Ya'ni u o'zini, ha, to'g'ri, men rashk qilyapman, men seni qizg'onyapman, chunki sen yo'qotishni istamayman deb tan olingan holatlar namoyon bo'ladi. Bu rashkda, bu sog'lom rashk. Ikkinchi holat esa, sen meni rashk qildiryapsan, sen aybdorsan, ya'ni rashk qiladi, ham aybni sizga qo'yayotgani, bu biroz narsistik rashkni turiga misol bo'ladi. Keling, ularni belgilari bilan batafsil tanishib chiqamiz. Nima? Birinchi belgi, narsistik insonlarni siz birinchi uchrashuvlarda, ya'ni uchrashuvlarni boshida juda ham ortiqcha mehr berishi bilan tanib olishingiz mumkin. Xulosa qilishga shoshmaysiz, vaziyatni kuzatasiz. Ya'ni u sizni ertaklar olamida yashayotgan bo'lsa, munosabatlar boshida biroz hushyor tortishingizni so'rardim. Narsistik tipdagi insonlar yana shunday xususiyati borki, ularni siz ob-havo singari o'zgaruvchan energiyasidan farqlab olishingiz mumkin. Ya'ni bir kun sizga juda ham keragidan ortiq mehribon, e'tiborli, yana boshqa kun esa sovuq energiyali, sababsiz sovuq energiyali, farqiga boring, sababsiz sovuq energiyali bo'lib qoladi. Ya'ni ular stabil bir xil munosabatni, emotsional bog'lanishni sizga bera olmaydi. Bu tipdagi insonlar narsistik insonlar. Buning asosiy sababi ulardagi munosabatlardagi chuqurlikdan qo'rqish, ya'ni travmadan, narsistik travmani oldini olish, ya'ni yaqinlashib ketishdan, hissiy bog'lanishdan qo'rquv borligi sababli bu narsani ular ongsiz amalga oshiradi. Ikkinchi asosiy belgisi bu ularda narsistik ta'minotning borligi. Bu nima? Narsistik ta'minot xuddiki tubsiz quduqqa o'xshaydi. Doimiy ravishda unga suv quyib boqib turishingiz kerak, qurib qolmasligi uchun. Qurib qolsa ado bo'ladi, tamom bo'ladi. Demak, narsistik insonlarda ham bu narsa bor. Ulardagi bu narsistik ta'minot, narsistik ehtiyojlar, ozuqalar bilan qondirilib turishi kerak. Buni ular qayerdan oladi?
albatta ular bu uchun sun'iy bo'lgan o'zlarini soxta menini yaratgan holatda o'sha yerda insonlarda o'zlariga nisbatan biroz soddaroq, ishonuvchanroq bo'lgan insonlarni o'ziga tortish orqali, ularni hayratda qoldirish orqali, o'zini ularga namoyish etish orqali bu ehtiyojni qondirishga moyil bo'lishadi. Bu joyga e'tibor bering, ya'ni barchamizga e'tibor yoqadi. Barchamizga e'tibor markazida bo'lish, insonlarni maqtovi tabiiy ravishda yoqadi. Bu sog'lom holat. Ammo narsist esa bunday munosabatga doimiy ravishda ehtiyoj sezib, uni qondirish uchun keragidan ortiq energiyalar sarflab, o'zi yaratib yuradi va soxta menini taqib yuziga soxta meni orqali insonlarni hayratda qoldirib ehtiyojlarini to'ldiradi, narsistik ehtiyojlarini to'ldiradi. Xo'sh, savol, bu unga nega kerak? Agar bu to'lmay qolsa nima bo'ladi? Agar to'lmay qolsa, narsistik travma paydo bo'ladi. Endi bu travmani ishi juda ham og'ir, ikki xil namoyon qiladi o'zini bu travma. Birinchisi, ichkariga yo'naltirsa, agar narsist bu travmani ichkariga yo'naltirgan paytda bu oxirqilar unda chuqur depressiya holatlarini, tushkunlikni va tamom o'zidan ketish, ya'ni charchash, juda ham og'ir ruhiy charchoqlarni keltirib chiqaradi. Agar u ikkinchi holatni ham qilishi mumkin. Bunda u o'zidagi ushbu narsistik og'riqni, travmalarni tashqariga yo'naltiradi. Bu vaqtda u insonlarni jazolash, g'azablanish, g'azabini sochish va hokazo, ya'ni insonlarga, atrofdagi, ayniqsa yaqinlariga nisbatan ko'rsatadi. Narsistik insonlarga xos bo'lgan uchinchi jihat bu ulardagi passiv tajovuzkorlikning, ya'ni passiv agressiyaning mavjudligi. Buni qanday namoyish qiladi? Buni odatda soxta befarqlik bilan niqoblaydi. Ya'ni go'yoki nimanidir qo'sh tirnoq ichida unutadi. Go'yoki ataylab sizga nimadir kerakligini ataylab unutadi. Ataylab ba'zi holatlarda rad etish, befarq qoldirish, soxta befarqlik niqobini taqish orqali o'zidagi mavjud yuzaga kelishi mumkin bo'lgan narsistik travmani oldini oladi. Va to'rtinchisi, ulardagi hissiy bilishni, ya'ni empatiyani pastligi va aksincha aqliy bilishni, aqliy his qilishni yuqoriligi. Ya'ni u sizni holatingizni tushunadi, biladi, ammo his qila olmaydi. Ya'ni ularda empatiya nihoyatda past bo'ladi. Emotsional tenglik degan narsa narsistlarga xos emas. Bu tushunchani ular bilmaydi. Ular doim o'zim ko'proq, meni hislarim ko'proq muhim degan ongsiz tasavvurga ega. Ya'ni ataylab qilmaydi. Negadir ular doim o'z his-tuyg'ularini muhimroq hisoblaydi boshqalarnikidan. Masalan, siz charchagan vaqtingizda, charchadingiz, nimadir muammo o'tkazdingiz, munosabatda siz men bugun charchadim, kel yaxshi dam olaylik desangiz, sog'lom inson aytadi, nima bo'ldi, yaxshimisan, mayli, ertaga gaplashamiz. Narsist esa sen doim charchaysan, hamma charchaydi, nega doim o'zingni o'ylaysan? Mana bu kabi javoblarni ulardan eshitasiz. 5-belgi bu narsistik tipdagi insonlarga juda ham xos bo'lgan belgi jabrlanuvchi pozitsiyasi. Ya'ni ba'zan ular jabrlanuvchi pozitsiyasini mahkam ushlab oladi. Go'yoki hamma ularni manipulyatsiya qilayotgandek, hamma ularni qo'riqlayotgandek ko'rsatadi. Bu sog'lom holatda ham bo'lishi mumkin, aynan faqat narsistlarda emas. Va yana muhim jihat, narsistlarda farqi oddiygina ularga biron bir kichik xatosiga izoh so'rab ko'ring. Juda ham kichik qilib, yumshoq tarzda so'rang izohni. Masalan, kecha nega telefon qilmading deb so'rasangiz, sog'lom inson aytadi, men band edim, menda mana bu muammo bor edi, bilaman, kutgansan, mana shu holatda edim deb oddiy tushuntiradi sog'lom pozitsiyada. Narsistik tipdagi inson esa, meni ayblayver, meni hech kim tushunmaydi, shuning uchun ham yolg'izman, shuning uchun hamma meni yomon ko'radi, sen ham meni aybla, men yomonman kabi jabrlanuvchi pozitsiyasiga o'tadi. Narsistik tipdagi insonlar odatda mukammalparastlik, ya'ni ularda tashqi tarafdan insonlarning fikri nihoyatda, ular haqidagi fikri nihoyatda muhim hisoblanadi. Ya'ni buni ularga yoqish uchun, ularni zabt etish uchun va hokazo uchun emas, shunchaki o'zlarini narsistik ehtiyojini ular orqali to'ldirish uchun ularga doimiy ravishda mukammal ko'rinishga, soxta menni taqishga harakat qilishadi. Bu ularga xos xususiyat. Ulardan odatda narsistik tipdagi insonlar, demak, nazorat kuchli. Ya'ni ular nazoratida ushlab turishni yaxshi ko'radi. Narsistik ehtiyojini qondiruvchi insonlarni nazoratida ushlashni yaxshi ko'rishadi. Va yana bir qiziq belgi narsistik tipdagi insonlar haqida, ular munosabatlarda odatda siz ular bilan o'rtaga masofa tashlagan bo'lsangiz, masalan, aloqalarni vaqtincha uzgan bo'lsangiz, balki 2 oyga, 3 oyga, ular dabdurustdan qayerdandir paydo bo'lib qolish odati bor. Masalan, storingizga birdan kirib, like bossa, hayron bo'lmang, yoki birdan uyga sizga gullar jo'natishi mumkin. Qandaydir ularda shunday energiya bor. O'sha vaqtda ular mana shunaqa g'alatiroq harakatlarni amalga oshirishadi. Mana narsistik tipdagi insonlar bilan ham tanishib oldik. Endi savol tug'iladi. Xo'sh, ular bilan tanishdik, ammo ular allaqachon bizni yaqinimiz, turmush o'rtog'imiz bo'lsa-chi, allaqachon ular bilan jiddiy munosabatlarni bog'lab qo'ygan bo'lsak, hayotimizni kelasi davomiy yo'llarini qanday qilib sog'lom yashab o'tishimiz mumkin bunday inson bilan, ya'ni energiyani
sarfini, muvozanatini teng ushlab turgan holatda bunday inson bilan sog'lom munosabat o'rnatishni ilojisi bormi? Albatta bor. Hozir bular haqida endi gaplashamiz. Demak, birinchi yechim xulq atvorini maqtang. Ya'ni bu munosabatlarda ularga kerak bo'ladigan narsistik ehtiyojini oshib ketishini oldini oladi. Bu bilan ularni tinchlantirasiz. Masalan, qanday? Masalan, siz juda mehribonsiz yoki bo'lmasam sizdagi bu qobiliyat bilan qanday qilib rahbar bo'lmaganingizga hayronman yoki qanday qilib ma'ruzalar o'qimayotganingizga hayronman, katta ishlarda ishlayotganingizga hayronman deb chinakamiga maqtovlarni ularga yo'naltirib turish kerak. Navbatdagi muhim tavsiya narsistik tipdagi insonlar bilan bahsga berilmaslik. Ya'ni aslida psixologiyada bahslashish sog'lom hodisa hisoblanadi, sog'lom munosabatning shakli hisoblanadi. Bunda siz fikrlaringizni namoyon etasiz, o'zingizni ichingizni ifoda etasiz, fikr almashasiz, tanqidiy nazar bilan qaraysiz, tahliliy nazar bilan qaraysiz. Ammo narsistik tipdagi insonlar bilan muloqot jarayonidagi bahs odatda salbiy yakun topadi. Ya'ni yechimsiz, nosog'lom holatda yakun topadi. Shuning uchun ham bunday insonlar bilan bahslashish tavsiya etilmaydi. Va yana muhim narsa, ular o'zidagi shaxs tipi buzilishi muammosiga ko'ra haqoratga, ba'zan sizni xafa qiluvchi so'zlarni bilib, aynan sizni xafa qilish maqsadida, sizga emotsional ta'sir ko'rsatish maqsadida haqoratli so'zlar ishlatadi. Bu vaqtda mana bu so'zlarga berilmasligingiz, ularga e'tibor bermasligingiz tavsiya etiladi. Navbatdagi muhim tavsiya his eting va kutmang. Bu nima degani? Ya'ni NPD tashxisi bor insonlar, ya'ni narsistik tipdagi insonlar o'z pushaymonligini, o'z afsusini va kechirimini namoyon qilishni bilmaydi. Shaxs tipi buzilishi muammosiga ko'ra ular buni qila olmaydi. Sizdan nima talab etiladi? Sizdan bu narsani tushunish, his eta olish. Ya'ni ular ishiga pushaymonmi? His etyapsizmi? Kelib uzr so'rashini kutishingiz shart emas. Ularda bu muammo bor. Ya'ni shaxs tipi buzilishi muammosi bor. Buni o'zingiz uzr sifatida qabul qila biling. Ya'ni so'zsiz ham ularning uzrini, pushaymonligini his qilib tushunishga harakat qilib ko'ring. Keyingi muhim tavsiya, imkon bo'lsa ularni hislarini so'rab turing. Ya'ni o'zingni qanday his qilyapsan? Kayfiyating bugun qalay? Nima ta'sir qildi? Va hokazo savollarni berib turishingiz kerak. Sababi bunday tipdagi insonlar o'z his-tuyg'ularini namoyon qilishni bilmaydi va odatda ularda og'riq paydo bo'lganda, narsistik travmalari xuruj qilgan vaqtida odatda yaqinlariga tomon o'z his-tuyg'ularini g'azab yoki nafrat ko'rinishida ko'rsatishga moyil bo'lishadi. 5-chi muhim tavsiya, sizlarga aytishni istardimki, aslida yoningizdagi narsistik tipga ega bo'lgan turmush o'rtog'ingizni chuqur ichki olamida siz bilan yaxshi munosabat qurish istagi mavjud, ammo u bunday munosabatni qanday qilib qurish kerakligini bilmaydi. Bu hislarga ega emas va shuning uchun ham u vaziyatni noto'g'ri harakatlari bilan ishdan chiqaradi. Siz buni unutmagan holda unga hamdard bo'ling. 7-chi muhim tavsiya, ularni sevgi versiyasida hamdardlik degan so'z yo'q. Ya'ni ulardan buni kutmang. Ular buni namoyish qila olmaydi, hamdardlik bildira olmaydi. Va aksincha sizning yutug'ingizga sherik ham bo'la olmaydi, bu yetmagandek. Masalan, siz ishxonada oyligingiz ko'tarildi, rag'batga ega bo'ldingiz, kelib uni bo'lishasiz. Aslida sog'lom holatda inson moddiyotga foydangiz tekkani, sizning yutug'ingizni, ya'ni sizga raqib emas, turmush o'rtog'i raqib bo'lmaydi aslida. Sog'lom yondashib xursand bo'lish kerak aslida tabiiy holatda, ammo narsist esa afsuski bunday vaziyatda o'zidagi kamchiliklarni eslab himoya mexanizmiga tushadi, ya'ni o'zini himoya qilishga tushadi. Ammo meni rag'batim ko'tarilmayapti, ammo menda muammolar bor degan fikrlar bilan o'zini bo'g'adi. Bu vaziyatlarda ham hushyor bo'ling, ya'ni undan hamdardlik, birgalikda xursand bo'lish kabi his-tuyg'ularni kutib, uni ham o'zingizni ham qiynamang. Va eng so'nggi tavsiya, o'z shaxsiy chegaralaringizni ushlab turing har qanday vaziyatda ham. Sababi sog'lom odamlarga nisbatan ko'proq narsistik tipdagi insonlar ushbu chegaralarni buzishni yaxshi ko'rishadi. Siz esa ularni himoya qilishingiz kerak. Ya'ni masalan, chegaralar buzilganda siz uni kelajakdagi yana qaytarilganda bu holat uni oqibatlari bilan qo'rqitishga haqlisiz, ogohlantirishga xavflisiz, qo'rqitishga emas. Va bu jazoni hatto qo'llashingiz ham mumkin, chunki bu sizning shaxsiy chegarangiz. Masalan, mana bu haqoratni yana aytsang, men ketaman va hokazo shu kabi chegaralarni qat'iy qo'ying va uni buzishiga iloji boricha yo'l qo'ymang. Video so'ngida shuni aytishni istardimki, narsistik insonlar bilan tanishish bu ulardan himoyalanish uchun kerak. Ularni ayblash befoyda va ularni tushunish va shaxsiy chegaralaringizni saqlay bilish bu hayotingizni osonlashtiradi. Unutmang, narsistik tipdagi insonlarning muammosi uchun siz aybdor emassiz va ularni davolashni siz qila olmaysiz. Ular davolanishi uchun nihoyatda kuchli va uzoq yillik terapiya muolajalari kerak bo'ladi aslida. Sizni qila oladigan yagona ishingiz o'z shaxsiy chegaralaringizni saqlab, o'z qadringizni saqlagan holatda ularni tushunish, ulardagi psixik muammoni borligini tushunib, his qilish orqaligina vaziyatni sog'lom va ijobiy tarafga burib
hayotingizni davom ettirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang azizlar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.